Assalomu alaykum, hurmatli aziz qarindoshlar, hammanglarningki shu joy vaqt xayrli bo'lsin. Mening ismim Tug'liq Hamish, Rossiyaning poytaxti Stock. Mal qaytib olib bordi. Mal qaytib olib bordi. Assalomu alaykum, hurmatli aziz qarindoshlar, hammanglarning shu joy vaqt xayrli bo'lsin. Mening ismim Tug'liq Hamish, Rossiyaning poytaxti Stockholmdan. Akram, yaxshi ovoz chiqyaptimi? Xapamay tegiga chiqqanmiz, birni izita, bir raqamini izita, xapamay. Hammanglarningki shu joy vaqt xayrli bo'lsin, qarindoshlarim. Men bugun bu yerda naq maydon qilishim sabab Shvetsiyada tutilgan ya'ni Dilshod Rashid haqida azroq qarindoshlar bilan rahmat ambarlamoqchi. Shunga hamda biza balkim naq maydonningki ovoz biza naq maydonning ovoz deyman, naq maydonningki vaqti biza uzunroq bo'lishi mumkin. Sabr qilib o'tirib anglaydigan qarindoshlar kirib olsanglar oldi. Hamda qarindoshlar 3-aprelda, ya'ni Shvetsiyada 3-aprelda bir Xitoy uchun mulozimat qilgan, ya'ni uchur to'shigan Dunyo Uyg'ur qurultiyining bayonotchisi Dilshod Rashid tutildi. Bu tutilgan chog'da qaysi kuni tutildi desanglar, normalda bu juma kuni atrofida tutmabdi. Uyni shu muhojirga elib, telefonlarini, kompyuterlarini yig'ishtirib, juma kuni bir kun uydan chiqartmabdi, shanba kuni bir kun uydan chiqartmabdi, yakshanba kuni undan keyin rasmiy ib kelinglar degan chog'da buni elib kelibdi. Elib kelib hozircha endi sotma ichilmadi, hech qanaqa bir narsa chiqmadi. Hech qanaqa bir narsa chiqmadi deganim bir qaror chiqmadi hukumatningki, ammo Xitoy uchun, Beijing hukumati uchun jumaday. Beijing hukumati uchun jasuslik qilgan ma'lum bir tashkilotningki, xalqaro tashkilotning bayonotchisi degandan keyin endi shu kim bor bu yerda, shu Dunyo Uyg'ur qurultiyining bayonotchisi Dilshod Rashid. Ammo bu odamni 2021da deb bo'lgan to'g'rilarda 2021 6-oyninki 26-si chiqdimmi? 6-oyning 26-sidan boshlab chiqqandan beri so'zildim. Ham so'zlagan jarayonimda menga nurg'unlagan endi shu bo'pmi Dunyo Uyg'ur qurultiyininki bo'pmi raisi Dolqin Isa mayli yepiq shaklda Nijat Turg'un bilan gaplashgan vaqtda nima qila oladigan, yo'q qurultayni o'rgatalamdikan, yo'q qo'lidan nima keldikan, yo'q debdiki. Uningdan sirt Norvegiyadagi anaqa yoshlarning bir nimasi Muattarning dadasi Abdurshid, uning ayoli Kanadadagi Erkin Tekas, Dolqin Isa, Baxtiyor Nosir, jiq munofiqlar bilan ilishdim. Ro'sha Abbos deymi, Abbos oilasi deymiz, hammasining ismini atab turib bular bilan kurash qilib keldim. Kurash qilib mana hozir Dunyo Uyg'ur qurultiyining bayonotchisi Dilshod Rashid tutildi. Chunki bu tutildigani nima uchun bilaman. Chunki meni mana shunday jasuslikqa samoqchi bo'ldi emaslar, meni aldab bir narsani ota-onani ochiq berma deb saytimni oldi. Taylandga berib, Beijingdagi bir odam bilan ko'rishib, meniki kasbdeshim u, biz harbiylikda birga turgan hozir Beijingda anchon bo'ldi xizmat qiladi. Men Taylandga berib gaplashib kelaman. Biletimni appa degan chog'da biletni appamay, qo'li shu konvertga 2000 yevro yaqin pulni sep bergan. Uni yalvatdi, buni qildi, ammo maqsad nima bo'lgan chog'da? Maqsad men endi buning enida buningga endi ota-onamni chiqar xizmatda pul qashlash jarayonida bu o'tirib yedik, buning bilan ham ustaldi birga bo'ldik. Bo'lish jarayonida endi biz bu menga o'zining shartlarini jasuslik qilishim, undan keyin birinchi qitimliqda ma'ni qilishim, ikkinchi qitimliqda ma'ni qilishim, uchinchi qitimda ma'ni qilishim, keyin undan keyin Dubayga boradigan, O'zbekistonga boradigan, pul yutkaydigan bir ishlar degandan keyin men bir cho'nqur bir hangning ichiga kirib ketibman deb, undan keyin buning endi bo'ldi, mennikini narsalarni qaytarib ham bu ishlarni qilib olmayman deb ayrilishga boshladim. Chunki men beshida ravus pul qashildim, keyin qarsam oldi dedi meni, undan keyin qopib, undan keyin
adamni sol tweetime anda qilma dedi. Shuning bilan oldi keyni olib shuning bilan buningdan nim qildim. Bag'an dekan anan dekan bu yog'idagi ishlar hamda o'zinglar bilasizlar. Norvegiyadagi Zumrat Tursun. Onun yiniga bordim. Demişte ish bo'ldi desam. Qachon qo'yib berma dedi, uydagilaringizni chiqarib berma dedi. Chiqmaydi, damashiga chiqing dedi. Saqlab baqayli dedim. Mayli onda saqlab yiqing dedi. 6-oyning 26-siga saqlab baqdim. Chiqmadi, shuning bilan endi kaynimdan zo'r bir ishtirish hosil qilib chiqing, chiqmasangiz bo'lmaydi, nurg'un narsalarni bilib ketibsiz dedi. Ma'qul deb chiqdim. Bugun bu yerga keldik. Ama bu yerda anandaki men shu vaqtlarda dedim. Müşte casus qilsamoqchi bo'ldi. Hatto Zubayrami buningga qurultaydan cheki hammasi buningga egiladi ekan, Nuriy tulkilar lavda deb nim qiladi ekan. Anandakin Avstraliyadagi Paratma kim u? İsmini unutib qapman aka. Burun Tianshan rayonlik sud mahkamasida ishlab chiqayotgan ekan. U 2020-yillarda shu Taylandga ketib olib, ashari Xitoy uchun uchurlarni qilib, dilshatlanishlar bilan ishlaganlar birisi. Uning kimi chiqdi deb o'ylayman. Shuningdek mushta ishlar bo'lgan. Endi chiqib men namoyish jarayonida uni buni dedim. Abayqi degan odamlar chiqdir menga ahonat qildi. Endi ma'lum bir jihatda Baxtiyor Nosirni sotda endi bo'pti, bu qiyirib qolgan chog'da bu saqchilarni bu turmalarda yetib yurmasin, nim qilib yurmasin degan bilan hojat qo'yayotgan bilan endi media jihatdan qo'yayotmayman. Chunki Baxtiyor Nosirniki bu qolgan u naq odamda o oshkora chiqib eg'ir tahdid solgan 5000 euro berma, seni o'ltatma, aqonga o'ynag'izib nim qilma, undaq degan gaplarni bo'pti deb men ma'lum saqchi tarafdan qoldirayotganlar. Albatta saqchidimi deyilosi bor, uni muxbirga berma, albatta unimi deyman. Asos jihatdan munofiqlar qurultiyining ichidagi shu Roshan Abbosdan tortib mushular tozalagan vaqti keldi deb qarayman. Bular cho'qim tozalash kerak. Xalqimizningki bular nimalarga eg'ir qiyniga kirdi, qon badili kirdi bular. Qon badili kirib bular setib yedi, ishdi, sayohatlarni qildi. O'zinglar ko'rdinglar, nurg'un Nuriy tulkining satchiliklari chiqdi, Do'lqin Aysoning chiqdi, Hidayatulloh O'zxonning chiqdi. Ashchaqda Hidayatulloh O'zxon tildagan chog'da surgun hukumatdagilardan g'olamning da turgan Fidoyi degan kechirim so'rab qo'ysang bo'ldi deb. Chunki sesqichilar ketidi, qo'qaysa, xunga kirgan qotilliging bor. Oba chiqitidi, shuningga chiqib ana og'zini jum deb menda bir narsalar uchun kechirim so'rab qo'ysang bo'ldi deb o'zicha dars o'tganlar va biz anandek savol qo'yib, bu yer bir masala bor deb surgun hukumatniki uniki hozir kelimi. Shunda bo'ldi. Endi Dilshod Raishningki ishi nim bo'ladi qarindoshlar? Dilshod Raishning ishi umid kutayotganlar borki, voy chiqib qolishi mumkin, xato kesilib qolgan, xato tutib olgan bo'lishi mumkin deb hozirgacha dunyo Uyg'ur qurultiyidan Do'lqin Ayso, Roshan Abbos buningga o'ch. Chunki Roshan Abbosni bu bak izzat emas, izzat turib ishlatdi. Shuningga Roshan Abbos taqtibdi. Roshan Abbosga agishib turg'un alovini taqtibdi, lekin uningdan boshqa hech qanday bir inson bu Dilshod Raishning o'liq bu Twitter bu narsani hech qaysi dunyo Uyg'ur qurultiyiga qimmatdir. Chunki qo'qidi qarindoshlar. Hammasiningki bir-biriga uloqliq. Bu uning ichida u texning ichida o'tirib qanchalik satdi, u satmasin hamda qag'inni dedik-ku, media orqali o'zining har bir davlatning oldida akilimiz, ishning bo'yniga qarshi sirtmoqni sip tatib kelgandek akilimiz deb. Shu Dilshod Raishning qanday bo'ldi deb kaynimizga qarindoshlar bize yanadigan bo'lsak 2007-yilda olimpik bo'lishning oldida, ya'ni Beijingdagi Shvetsiyadan Babur Maqsudni tutgan. O chaqda Shvetsiyaningki savdosimi Xitoy bilan apaq-chapaqdi, yaxshi, munosabatlar yaxshi. Shundaq bo'lsin-mi? Shvetsiya hukumatiningki demokratik qoidalarni, o'zlarininki qimmat qarashlari, davlat manfaati, davlatdagi fuqarolarningki ziyonkashlikka uchraganliklarini ko'zda tutib, ya'ni Babur Maqsudga sot etib, uni jasos deb tutdi. Uni kesdi. Uningdan keyin Xitoy hukumatiningki Shvetsiyada turishliq konsul xodimni haydab Beijingga ketkizibdi, qo'lab chiqaribdi. Manda ishni dunyo yuzida shu vaqtlarda g'arb ellarning ichida birinchi bo'lib Shvetsiya hukumati qilgan. Amerika mo apaq-chapaq eg'iz burun yalishib Xitoy kompartiyasi bilan savdosini qilishgan vaqtlar. Germaniya degandek davlatlar. Ammo Shvetsiya u savdo yana bir narsani olib qo'yib, shunday qildi. Undan keyin ikkinchisiga Shimoliy Yevropadan Norvegiya, undan keyin Shanxayning turmisida yotgan
demokratçısı kim o? Şu ölüp ketdi o şunun içinde. Aşınanğam Nobel mükafatı beğenliği için nurgulluğun iqtisadi neslerge uçurdu. Maqetim ben oylayman çokum Dilşat Reşit tegişli cazasını tatıdı ve bunun tegidiki bunun ulaqlıq adamlar çokum çıkıdı dep oylayman. Bu qitim qısı bu kichik operasiya emas. Endi bununkiga ulanıp çıkıdı elbette. Bununkiga ulangan çağda bunun şerigi barmı degan çağda şerigi bar dep birsin depti. Men onu pemlep buldum. Bu yerda o gap to'g'riliq demayman. Chunki men boshqa deyishli g'ayyalar bilan deyishayotgan gaplarni bu to'g'ri desam yaxshi olmaydi. Onun uchun davlatning va hukumatning anandikin muxbirlarniki bularni anglaydiki, ko'raydiki. Chunki texnologiyalar taraqqiy qilib ketganki anglaydiki. Onun üstü Facebook adreslerimni hamma so'rab oldi. Men bu ishni burun degandim. Nima qilsam? Shuni bu narsa to'g'riliq men ochiq oshkor bir narsa deyilmayman. Sotning ichilishidan burun qanday tutilganlik haqida uniki gap qilish mening haqqimmi yo'q? Shunday masalalar. Ammo qanday bo'ladi degan chaqda kisido jazolaydi. Uningga yaqin atrofidagi mahallasidagi pul yetkazayotganlaring bularni qechib qutulanmaysan. Nima uchun Asilbey rayonida yillar bo'yi ashaga o'ltiraqlisa, nima uchun Dilshod Reisga bir narsani to'shiysa, nima uchun shuni uylaringdan 100 ming pullaringni akilalaysa, Xitoyga berib kelishing, bu narsalarning hammasini menga qo'ygan u. Lekin men uningga rad qilgan. Rad qilib xalqning oldiga ochiq oshkor chiqib bu masalani o'tirib qo'ydim. Ammo uningdan foydalanib ta bugun kungacha tutilgacha shuni ra'ayatini ko'rganlar bir qismlar men bilan telefonlashib nima deydi qarindoshlar. Bunda go'yni tutqani yaxshi bo'ldi. Bu zati tutiladi. Bu mushtati. Xo'sh, unda bo'lsa nima deb chiqib so'zlamaysan? Yoki men chiqib so'zlayotgan vaqtlarimda menga nima uchun aritmaysan? Yoki nima deb shu vaqtlarda so'rovlar jim turib olsa? Sen maningdinmi, Dilshoddanmi pas inson. Chunki sen ashning yaxshiligini ko'rding. Vatanga bording, Urumchilik uylaringni satding, qaysonga da'vatligini bilsa, isming chiqmagani bilan. O'tirasiyalarga bording, eliqa hojimning endi tuding, nimalarni kelding, nimalarni deyishding, nima qilishding, o'zing bilsa. Mijit qari, mana angla. Sen yana bir singba uning ismi to'xtabdi, aldirmay tur. Aqasingning ishigini chekib bo'ldi qachon? Shtallaring suydik, po'xning ichida chilishib yotdi. Mana obdan bilsa senlar. Senlar bir turkumlarning o'sha Asilbey rayonida Shvetsiyaniki qora guruh uvidan birini qurib olgan. Bilmaydigan ish yo'q, hukumat biladi. To'g'ridan suzib oladi, hamma narsani to'g'ridan suzib oladi. Kim nima qilyotdi, kim bunda mit qilib o'siryotdi, uning hammani hukumat biladi. Bilmaydi degan odam yo'q. Dilshod Reisning laqabi nimati qarindoshlar bilamsizlar? Dilshod shayton deb. Demasmi, haqiqatan shaytondek bütün şu muhaciratdagi Shvetsiya Uyg'urlar biladi. Dilshod shayton debdi. Uning dopisini buning kiygizib mustaq qilib, hatto Bobur maqsadni tutgan chog'dimi? Shvetsiya bexatarlik idorasiga quyrug'ini tutqizmay xippi qechib ketgandek qilgan bilan, ammo bular uning darsi turgan shaytondanmi yomon ekanda tutibdi oxirida. Birinchidan anadikini aytib xo'sh bo'ldim. Shvetsiya hukumatiningki hamda menga igi chiqdi deb qarayman. Chunki ota-onam haqida yana bir narsa haqida yaxshi bir yerlar bilan gaplashyapman. Bundan keyin hamda xabarlarim chiqsa Facebook'larga yollayman qarindoshlar. Shvetsiya hukumatiga rahmat deyman. Shvetsiya bexatarlik idorasiga, Shvetsiya davlat mudofaa shu ministerlik qarashliq texnologiya shirkatlariga, shundan keyniga tushib, ashni tutgan xodimlarga albatta rahmat deyman. Uningdek meni shu zamongacha qo'llab kelgan, tashlab etmagan, men bilan galchi urushib ketgan bo'lsa-mu, qilgan shularga rahmat deyman. Shular bo'lmagan bo'lsa-mu, bugunga kelolmaslikim aniqdi. Ammo o'tirliqda ba'zi bir ichki yomonlik, ichining qo'tirligidan, marazligidan, hukumat bilan tang setib yavatganlik tufaylidan o'zining haqning gelini poq deb shu po'qlib ilinib qolgan Norvegiyadagi Zumrat Tursunga uningga rahmat deyman. Garchi mening hozir dushmanim deb qaramayman-da, ammo Qarakont ichi o'ylab, Qarakontda afsona o'liklarni tildisa, men uning qarab turmayman, men qaytirman uningga. Lekin mayada Dilshod Reisga uchurlab bejang ketdi. Xo'sh, endi Zumrat Tursun, ya'ni
Sana bir gün laqamni ishlatmay turib chiroyli bir odamdek sana bir bunday bir gap qilib baqayıq yani. Sen bir vaqtida men birsininkin degandim. Meni bir Suriyaga sanmoqchi, mushta ovoz bor. Shvetsiyaninki mushta bir o bamang dedim. Bamang dedim-ku, u tinib olsang bo'lmaydi endi. Tinib olsang mayli, sen tinib olsang, chunki o'zingning Facebook'ni oldiribki dunyo. Sen tinib olsa, chunki men tor nimaga uchrayotdi juma qarindoshlar. Eliqi. Virusga o'tirib qaytib bordi, to'g'ri tushuninglar. Sen tinib olsa, albatta tinib olganliging uchun eliqi o'zingninki vatanda aslo lager yo'q degan videolaringni YouTube'lardan yuvib etibsa, ba u saqlab qo'ygan odamlar bor. Biz sanga qarshingga o'tish uchun biz old bilan tayyorlikni qilib olib, aningdagi o'tgan. Senda yo'q bo'lsa, bizda bor, biz sana chiqarib beramiz. Sen ishlar deysan-ku haqlarnikini. Shuningga men deyman, sen bu yerda mustaqillik yani qalpig'ini kiyib chiqding. Ablemit Tursunlarni shunda tillading, munofiqlar quruldiyiliklarni shunda tillading. Nurg'un odamlar san uchurlarni avatdi taraf-tarafdan. Nurg'un odamlarnikini sen ovozini olding. Hatta menga yerim kechiradi yezib beratding, daftarlarda bor-ku, ani so'rang, mani sarang, anidan, manidan. O kimninkini qo'ymay ilang, maninkini qo'ymay ismini demaydi endi. Palonchinikini qo'ymay ilang, voy meniki cho'qqim ilish kerak, o bu deb. Haqning rostini. Men Nurbiga Tayirkamda so'rdim. Haqning rostini olmay unda ovozni ilib, sen mesela meninkini olsang bo'ladi ekan. Ammo menga haqnikini olsang o jinoyatga, agar saqchi kirib tekshirayman desa, uningga sen javob berar ekansan. Uni ishonmasang Tayirkamda so'rab baqsang bo'ladi. Bu masalada men bundan qilib turay. Sen shuncha yillar bo'yi Ablemit Tursunni men bilan paranglashib qoldim. Voy, men xalqaro jinoiy ishlar sotiga berib uni andaqini qildingmi? Yani xalqaro jinoiy ishlar sotiga adolat sud berdingmi? Bermading. Nima uchun beranmaysan? Chunki uning g'olam bilan po'qi tutaqshlab. G'olamninki Sayfiddin Azizda o'tagan tushgan rasmlar yo'qmi bilmamsa? Bilsa. Tog'dagi bog'dagi ishlarni bilmamsa? Bilsa. Salihning dadasining yeshil pasport bilan Hajmakisning yo'l yo'rig'i bilan Beijing, Gongam, Shangbo, Bangbolar bilan tijorat qiladigan kirib o'g'irlab chiqqanini bilmamsa? Bilsa. Ashlar bilan yomonlashgan vaqtda ashlarni tillamadingmi? Tillading. Juvatdingmi? Juvatding. Haqti bormi? Balkim bordi. Shunchalik odamlardan uchurlarni yig'ding, uni qilding, buni qilding. Bir millat uchun bir yaxshi ishni 10 ming imzo bilan 100 ming imzoda qilsa, 10 ming imzodikini o'zingcha bu to'kpini sizga bermadik aytgandan, menga to'kpi kerak emas. Menga adolat kerak, menga haqiqat kerak. Sendan haqiqat chiqmadi. Sendan yolg'onchilik chiqdi. Sendan surgun hukumatchilar bilan setib yeyish chiqdi. Sen yavatsa ishlavdim. Sen hammadan foydalanding, masalan, atrofingdagi har qanday sening iningning o'limida tik turib ekan seni voy jinim ocham deb ketgan Zöhra İsa'larni jeydin jeyg'isib tillig'i zo'p ila qara ko'ttirdi. Bütün ayari saranglarga teganmadan o vat vergini chiqarib atdi, Ershatlar, Mirzatlar. Menga mes taxlab baqqandan qara ko'tingda. Ko'gligingni ko'zing ko'stib tiqib atdim-ku, to'shib-po'shikingga chiqolmaysa, zaten shu qara ko'tingda paqildab o'ynaysa, uningdan boshqa sening iningda tug'dak erkak qolmadi. Her halde inandı men battım herhalde. Eğer başka birisi seni men tıllıgan olsa, men sen üçün şu vaxtada barattım. Azı senin inandı şu adamların var mı? Hatta sınlığının oğlunu açıqayıp, aşı biçar balımı keçilep, taksiye aydap, işlep, aşında qilib, seni beqib, öydekilerini qısa, hükümetinin 300 ming dollarga şerik olgandan keyin oğlunun nima ishlar ko'zing sat ko'rindi tashlab, o sanduramı ne bizderdin? O tırnıqın köçüp gitipse. O biçar balağını qara haqlar uyga yo'qlab beribdi. Cho'ng bir akimiz, hadimiz berib, tamoqlarni itib beribdi. O McDonald'slar deganninki axlat yemeklik uy degan sesib ketgan paypaq ayada ko'sar beshida ashunda bo'lib ketdi. Qara, o o'zingning balasi bo'lmasimi? Singlingning balasi. Ay, iningdagi ikki qizingni qara, evet deb abalning bize turmushiga ko'ngil bo'lib qo'ying, bo'lib qo'y. Şandırma. Heliq Germaniyalik satı olsunmu, maymaq olsunmu, ay Zulxmar sınlığını əppə qızığını aşınınga. Şandırma. Balanını da taşlab etme. O senin sınlığın balası. Sınlığın sana işinip çıqağamı qoydu. Özəng şunda yağa vətənpərvərlik qilib, vay kiçik apa manda qılmaylı, anda qılmaylı, tətirlik qılıb taşlab senin vətənpərvərlikin var. O qara osuruq hesab şandırma. Sen iş qandaq vətənpərvər emas.
Sen başkaytın sürgün hükümetinin bilen bu işlerini buzib etişte senin kolun var. Sen naitlik Norvegiya hükümetini maqtarıp biz kanununu hürmet kılamayız. Norvegiyada yağmur uyuğunun içi yağamdi dep nait Norvegiyani maqtaganda qilib Norvegiya chiroyli qilib mayaqti ko'rinishingni olganda sening boshqa yuzing boshqa. Bütün adamning uçurlarini elib hatta Türkiye'nin Kayseri'deki ma'lum bir aqllarimizga ko'chmalaydi. Ashadagi Uyg'urlarning panohlik tilgan narsalarni yetkazib berin. Mirzatqa Osiy Islom mening Amerikada advokat do'stlarim bor. Bexatarlik idorasida do'stlarim bor. Köşmenler idaranızdan xabar Osiy Islom nomi. Sen nima qilsa u köşmenler haqning shaxsiy uchuri. Adil Chinarning pasportini evet degan narsani o'zi turibdi-ku ashtonda. Ashtan narsani avatkizib sen nima qilsa masalan. Menga boshqalarning ovozlarini og'izib, yana siz uchun men sotingiz o'p qolsa, faqat siz uchun chiqib beryapman-ku deb. Hammani o'chirib. Menga Shvetsiya bexatarlik idorasi ega chiqadigan bo'ldi. Plus anandaki yana bir muxbir bilan gaplashgan vaqtimda bizning Norvegiya menda bir ayol bilan o'ch qashqar chiqib qoldi dedim. Nomeringni berdim, seni izlab qilish mumkin. Nomeringni telefon kelsa ol. Meni hukumat izlaydi deb o'tirmay, sen hukumat izlamaysa hech kim emas. O'zingni ashunda qanaqa o'zingni qandirib o'ginib qolgan odam Facebookdami o'zingni ashunda qo'shiq o'ynayotgansan. Tushundingmi? Biz talay ishlarni qilyaptik deb sen talay ish qana ish qilmading. Sen ish qilmading, sen birlikni buzib etding. Sen maqaytimki 20 necha tashkilotninkini hammasinikini astatdan sog'liqni ashu qo'zg'ab g'olam bilan askilik qilib sen qilyapting bu yerda sen chiroyli o'ynayotgan bir o'yin bor. Lekin Dilshod Rashidek bir yiligarmi ilingan odam senmi ilinsa deb o'ylayman. Chunki bizning mana da'vatqinimizni anglab yetkazib bergan odamlar bor. Shuningga meningki har qanday narsamni men sana ilib avatgan yana bir telefonim qarmabmankan yana bir idoraning bergan onun qarasam to'sha qaysini evet juvatda meni qarab bo'lmaydi u haqning bizneslarini boshqalarniki saqlasang mayli meningkiga doirni juvat menga Shvetsiya hukumati ega chiqdi endi chiqdi TV kanallarda uydagilarimning masalalari boshqa masalalar hukumat chaqirildi paranglar bo'ladi menga bo'ldi hukumat ega chiqadigan bo'ldi shu vaqtgacha sening shu qarg'a tiqib etib yuzsizlik qilgan nankorlik tuzkorlik qilgangacha ega chiqqaningga rahmat. Herhalde tashlab qo'ymading sen bo'lmagan bo'lsang bugunga kelanmaydim lekin o'zim oxirsida jiq sabr qildim. Mush qanday qildikin, o'rta yo'lni tutamdikin desam, shu tug'dirib qarakont deganni, shu haq deganning tashkilotidagilarga qilchi hurmat degan narsani qilmay jalobdan jalob qilib tillab akademik xonimlarimiz bo'lamdi yoki yoshlar qurultiyining kotibi bo'lamdi, hammasini tillab faqat surgun hukumatning qillam dedim. Surgun hukumatniki la'ni Xudoyim bir yerdan mustaqilchilik qilsin deb yarat Qurbonjon Isomidan munofiqlar qurultiyidan Seytib Turkning indin kelgan. G'olam Usmonning Seypid nazna indin kelgan sening surgun hukumatindagi mustaqilchidan ya'ni qurolliq kurashni yo'q qilib o'tgan. Jurat Obulong Roshan Abbas demokrat Xitoylarning indin kelgan. Memtimin a'laning Rabiyanisning indin kelgan. Salih Xudoyer tag'dagi qurolliq kurashni yo'q qilib o'tganning o'g'li. Qaysi bir mustaqilchi bor buning ichida? Mustaqilchi deb tag'ni talqan cho'lni bo'ston qilib o'tgan kim bor buning ichida? Nima ish qilgan? Qaytib oldi qarindoshlar. Sango bo'pti o'tirliqda. Bo'lding mustaqilchimi ish qilib. Hozir bir parchadan bo'lding-ku endi. Bu mustaqilchi bo'lish uchun oldi bilan shaxsiy tozaliqqa diqqat qilamiz. Purab qolmaslik kerak. Elaqi qara kont ichilib Zumrat adam, mana Zumrat adam, mana Zumrat adam, meyada. Tushundingmi? Qara kontni ichib voy Zumrat adam desa, mana Zumrat adam, meyada. Mana sam hisob meniki. Unda yolg'onchi, pishtnixo'r, unda haqni bekorga tillaydigan, tozliq yaxshi emas. Unda meynat, o'zining hamma maqsadiga yetish uchun hamma odamdan foydalanadigan, bütün odamni qarlaydigan, unda hatto qiynatishning roziligini olmagan, erning roziligini olmagan odam mustaqilchi bo'lmaydi. Mustaqilchi degan, mening uyimda bayroq yo'q. Mening bolalarim bu da'voning ichida yo'q. Demaydi.
Bayroqning keynida tursa mustaqilchi degan. Ballaringni otib etsa. Mani mustaqilchi deysa. Sen kimga shapi berib atsa yerdim, kimga xizmatingning yaxshi bo'lganligini jakalayotsa. Sarang paskini qanjoq, rasva munofiqchilar. Ağzımni buzib etaysan. Kimni aldayotsa sen? Kimning uchurlarini yig'ib, naga aparavatsa, shu uchurni senga Norvegiya o'kitib batimi? Unda uyquqni bermaydi ekan-ku bir davlat. So'radik qo'moq pirlardan. Tunugin teg'i. Nicat Turg'unbay inimda. So'radim-ku, to'xtab turing, siz menga bir guvoch bering, shuni bir so'rab olay, yana bir qaytdim, muxbirlar qonunni bak yaxshi biladi desam, bo'lmaydi dedi-ku. Sen to'rga chiqib bo'ladi. Biz taraflardan setib oldik. Amerikaga 10 qaytim berib keldim. Voy Amerikadagi do'stlar sen o'zingni Astagfirullah Xudoyim. Eng yaxshisi qarang. Xalqning bir narsalarni yig'ib uyingda saqlaydigan sen bir idora bo'lgan emas, sen bir tashkilotchi emas. Agar bu ishdan rasmiy qutulma desang, men sen bir yo'lni ko'rsatib qo'yay. Tashkilotdan birini qurib olib, ashingda saqlasang, endi o'chog'ida qanday ekan men bilmayman. Sen bir puhraviy bir Norvegiyaning bir suydik puhrasi sen. Ayliqi sotsialim ip yalab yeb yatadigan, uning kecha kunduz g'olamning podig'ini ko'tarib $300,000 azroq qizning projekt ajratib, shuni setib yeyotgan bir tul ayol sen tushundingmi? Ya'ni bir avval bir inson degan o'zining shaxsiy tazyiqlarini, yabiyalarning purab qilishdan oldini oladi, ya'ni bir normal bir odam. Sen ashni qila boshdan mustaqillikni qilmaydigicha. Tushundingmi? Bunda o sürgün hukumatning ichida yo'q qilmayotsa, u yog'an u ile Hindistonning 2 tallik 2 mo'challik Hindistonning gazetiga abi $100 berib Fox News'ga chiqib o'ylab, bu erkak qirg'inchiq dedim, obo dedim deb, bunda birlashadigan, bunda Uyg'urni nima qilgan ishlarda o'zingning askarlar, ya namoz qilmay Volkswagenga bir narsa deb baqding. Volkswagenga bir narsa deb baqdim. Xitoy sen bilmaydikansan nurg'un xabarlarni o'qimaydikansan, biz oshmaymiz, nimishga oshmaymiz? Faqat deb qo'yib degan gaping nima bo'ldi? Volkswagen texnik jihatdan sifat masalasidan tijoratda yaxshi bo'lganligi uchun chiqibdi, sening ishing uchun emas deb butun davlatda qish yozmi turgan 1 yildan ortiq namoyish qilgan laninki sen qizilsizga tegding. Men bu yoshlarningki uchun gap qilaman. Chunki o namoyishga men qatnashgan ayni vaqtida. Sen-chi qara, Baydolik xabarini o'qiyapsan, Xitoylarning xabarini o'qiyapsan. Sen xalqni oldima, sen solchilarga, bir qanda bir shirkat senmi o'zingning $300,000 yavatqiningni yo'shirish uchun, poqini yo'shirish uchun Ershatning dadasining o'ligini aylantirib, savol so'rag'iniga peqirtib, bizning uydagilarni tillab, uni tillab, buni tillab, voy javob deb yozmagan Tumaris xonim qanmidi, Ruqayat Turdish xonim qanmidi? Surishtirsak, o'zing javob kelsa, Malayziyada miyaki vaqchini nima ish qilganini o'zing bilasan. Eshil postmani yo'lishingga kiygizib. Endi qopib, sen qopib texnikada masala chiqibdi-ki. Uning da masala, irqiy qirg'inchilik qilgan cho'ng bir mashinsozlik magnati albatta ba'zi bir medialardan foydalanib ashta po'qni o'siriqlayib chiqdi. Sana biz Şinjan'daki ya Şarkı Türkistan'daki Uygurlarni irqiy qirg'inchilik qilgandik yoki manda qilgandik damda xabarlarda sen haqiqiy xabarlarni o'qimabsan-ku, chiqib ketdi nurg'un xabarlar. Sarango'yligi ko'ziga zixyab ketgan azlaq qeri. O'g'o hamdayliqi shundaq bir ichi yomon bir zahar bir to'qib qo'yish maxsus bir o'rlashtirgan bir hukumatning chadi bir jang paysmi, arpaysmi ashtaki. Aşında qaraldığınca, aşında töhmətlərini qıldığınca Volkswagen'ın qılğan balalarga, qeyrindaşlar. Mən bəli Dilyarның tərəfindən məlumatçımı, Dilyar bilan mənim iş qandaq niməm yox. Mən faqat o balının bilimini, tutqan yolunu, müstəqillik nimisini qollayma, hörmət qılma. Şunun üçün mənə ağzımni buzmusan deganlik uchun bugun jiq ağzımni buzib ketmadim, bo'lmasa yana seni tillab beratdim qara. Sana pardini ichib oldim degana, qanday vaqtda chiqib tillab qo'ysam o'ynayverma seni. Sen çok ara, hiç kimni sotqi berenmeysin. Mush bütün Facebook jamoatchiligini oldi deb qo'y. Sen agar qo'lingdan qarayliq. Toilet qog'ozi o'g'irlab ishdan aytib ketdi. Ya men ish o'rnimda Xotirjam bo'l.
Ay de açta depçe çak senin de kağızdan sana pikinla dedim. Sen çok bütün eskilikni Amerikaga moyliqi Fatimaniga ayalgıp senin baş resimlerini kesip doğru seyrak torbatlar koymanıp onu bozaq qipsa. Mirzatning aş mektep rayondagilarga telefon qilib Mirzatni Amerikalargacha eskilik qipsa. O Shveysariyaga Nusrat degadimizningki nima kommunism va shu hukumatning ashlari unda munda deb uni cheqibsa. Senin zaten qo'lingdan nima ish kelyapti? Xalqning kayindan butunlay eskilik qilishdan boshqa kelanmaganlarni torda qo'yib, burun ilavaga ovozini o'ynab, u menga tushmaydi. O'zing degandim-ku, ishlamadan qo'rqmasligingiz kerak, jasoratli bo'lishingiz kerak deb. O'zing o'rgatding. O'zingnikini shu o'sakmishda qaytarib bergan gap. Albatta qo'ysang bo'ladi, o'zingning nima deganini albatta menikini qo'shib qo'yishing kerak, shart. Unda qo'ymasang u jinoyat bo'lib qoldi. Ha, kelanmaydi deb qara kontent yozmay. Adresingni sen Facebook'ingga bunday chiqarib qo'ysang, mana mening adresim demsa yoki birasi orqali yo'llab qo'ysang bo'ldi. Biz Ershad ikkimiz seni uyingni oldiga unammasak, shu oy shu kunning ichida 24 soat desam povib ketadi, 72 soatdan ichida men Gollandiyaga uchib berib, Ershadni elib 72 soatdan ichida 3 kundan ichida uyingni tayyor olib, sening bilan qanday biz hisob kitob qilishimiz saqchikasi, biz nima deymiz, biz ham taqib bo'lib, seningni qo'qab ketmaymiz. Sen bizni qo'qab ketmasliging mumkin, lekin biz talvarigini qilib boshqada ko'rsa, munda ekanda deysa. Shuningga kelanmaydi deb qara kontent yozmay adresing deb bersang bormamdi. Baxtiyor Nasirdak butun jamoatkorlash qadam bo'lsanki, birdan tapatdiq shu mukinib, so'qinib, bu yerda dugdarab yurdi ekansa, shu kalladimmi, ketibmi, bo'lding deysa, davatgan gaplaring vatanda lager yo'q deysa, qanday vatanda lager bo'lmaydi? Qanday vatan lager yo'q bo'ldi? Vatanda aslo lager mavjud emas deb ketibsa. Unda bo'lsa Amerika hukumati bilan Angliyaninki axborot vositalari chiqqan 3 milliondan ortiq xalq lagerda. Sarang turma deysa. Sen sarangmi, o'ngmi bu turma degan har qanday davlatda bo'ldi, chunki bir davlatdan bo'ladi-ku. Jinoyat o'tkazdi, zalik chekimlik bilan kirgan bo'ldi, bosqinchilik bilan kirgan bo'ldi. Oq chekimlik bilan odam o'tirib turma degan har qanday davlatda bir mavjud. Sen Xitoyda faqat lager yo'q-ku, turma. U desang normal davlat bo'lib qolmamdi. Shu lager ochqanligi uchun, majbur emgak qilganligi uchun majbur emgak yo'q ketdik mening deyishida sarangmi sen? Qara, Xitoyni yaxshi ko'da tizlan, bo'pti Xitoynimi so'y, o'zingning millatini unutib qolma, tushundingmi? Agar men bilan murassalashma ma to'g'ri ketib oldi. Agar sen men bilan murassalashma yoki deydigan bo'lsang, qara, ekraningni tayyor qilaylik. Udulimga chiq deytding-ku, mana biz bor. Sen nima deysa, biz nima deymiz, sana qaytirib bergan narsalar bojiq. Tushundingmi? Ya uyingni oldiga chaqir. Ya meni sen Shveysariya saqchi vaqt deb qo'yish ikimiz tankirimiz da ya tankirimiz ya sen vaqt deb qo'y tankirimiz. Seninkin to'g'ri qilamdi. Meninkin to'g'ri qilamdi. Shu chaqda obdan ko'rimiz. Agar sen haqiqatan men sud qilib berma, advokatim bilan desang, shundaq men dedim, Madina bog'dimga degandim men bu narsani. Sen agar sen meni sud qilib olsang, men sen bir umr bog'moqlik qilma degandim. Bo'p, sening deganing bo'yicha, agar sen meni sud qilib olsang, sening xolig'ining bo'yicha bo'lsin, sen nima deysan shu? Sen qanday deysan shundaq bo'ladi. Men gapimda 100% turaman. Lekin sen mustaqillik to'ni o'rni berib turib, surgun hukumatchilar bilan Uyg'urni setib yeyman desang, yavatgan bo'lsang, yavagin, boshqalarga ta'sir qilib, boshqalarni tillab, o'ynab, uni buni qilsang, men ba, Ershad ba, az kundan keyin Mirzat ishlarni tugatadi, qaytib keladi. Bu uch erkak sana yo'l bermaydi. Ya'ni Ershad, bo'pti, Mirzatni maya tutsin, uni o'ziningki demasi, bu millatning xonim qizlarini sen jalobda tillab o'ynasang, bu millatningki ba'zi bir ish qilayotganlarini sen u o'ylaqi o surgun hukumatdan shirkin ne javob hech qiz ko'tilini gapirmay ish qilayotganlarini, ya'ni uni buni haqorat qilsang, xapomaysa sening qizing ga videodagi Gulfira qizing o'ylaqmayar, qopqar menga voy, uni chiqarib berma. Xapomaysa, inoningkini topdi, yaningdagi kakatga odamni o'zanga bog'liq. Qanday qilsang, bizmi sana shunda qaytirib beramiz. Ya'ni pitnoxo'rlik qilib, qanday gap qilsang, bizmi sana shu parisi qaytirib beramiz. Shuningga chidasang bo'ladi.
Şartı sen çidişin gerek. Biz çididik. Sana mı kaytırıp veriyoruz? Sen mi kaytırıp versen, kaytırıp veriyorsak biliyordu. Dilyar Musabay efendimge rahmet. Meni çoğun maqtıb etipdi. Demisimi rundaq demeyman, demekçi emas. Demisimi o balığı men haqiqatan beshim kelgan ishlar hatta enik jihatda ma qash ko'klarim nim qilgan chog'larda enik jihatda men shundaq hatta Xitoy konsulluğumu menga töhmatlarni qilib so'latmoqchi bo'lganlardan tortib enik nim qilgan har qanday narsamni o'rtoqlashib kelganam biladi. Haqiqatan yuqori baho beribdi, uning rahmat deyman. Dilyar Musabay mendan davomli kutadiğini ağzını buzmasang deydi. Amal bor qarindoshlar og'zimizni buzmasak deymiz, lekin shundaq narikalik mehnat ota-onasining tayini yo'q. Ashundaq qiliqi pochna yeb cho'ng bo'lgan nimalar. Uningdan qara, Zumrat Tursun, Zulfiya Ahad, ya'ni qo'ltoq. Qara, bizni tillasang, biz ozdir ko'pdir sorun o'ynab qo'ygan bolalarga mayli. Ammo Bilal İbrahim Türkistani tarafsiz yadasamaydigan, ya'ni biz telefon men paranglashmangu, telefon paranglashib azaq namoz vaqti o'tib ketsa, ukam keyin paranglashmiz namoz vaqti o'tib ketib bir namozini qazo qilmaydigan bir odamni qara. Qara kont ichib tillash bu bak nomussizlik qara. Tushundingmi? Sana Bilal İbrahim Türkistani eshitib, nima bo'pti meni narsam taqtib qo'ysa yoki men bir narsa yozib qo'ysa? Nima bo'pti? Nima uningga chiqarib ketsa? Seni bir nima demasa ya o. Axın davatıdı o. Sürgün hükümetninki, yani münafıklar kurultuydan farkı yok. Şu münafıklar kurultuydan şu bölünüp çıkıvakan ayrım rol alır. Onun için adamın hemmesi şutsa. Mesela sana vereyim. Seyfet Nazlı'nın kelgen Gulam, Tağni, yani Keşmir'nin kanığı boyu etken, Otrasiyanın kanığı boyu etken. Gulam Osman'ın yani bir şeyini de vereceğim ama Mağaylıqı Abdülhamid Tursun'la aynı vaxtda kurgan Azatlık Fondu'nun ki pullarının bulap gitip aşınan mı, ağan xotununu mu, Özbek xotununu mu aşınan kaptı ki. Qaysi kun topda shu gap bo'ldi, anladım. Mında ishtirib ekan. Ammo atishliqda ish qilib, yomon payzongni vajib tutqali. Meni bir tashkilotdan bir yetib, xotinni bir olayim keyin pulga. Tashkilotning pulini xotda olamsa, la to'g'ri. Buni keyin men xalqning ovozi bilan chaplab sening surtingdan qo'yib qo'yman. Mao Sayfiddinning kelgan O'trasiyani qarinxonib qo'yib o'tgan, yili Turkiyada, yili Ahmadjon Osmon uninkin Turkiyaga opasa qanning badalini to'la deb ashar xalqlar tizilib ketibsa, xalqning chatiraqlarida o'milab o'tib ketibsa, G'ulam Osmon. Nomus qilsang biza g'ururingni yassangmamdi texi hayotingda sen bir umringda otishdinki, munofiqni tillamay Sayfiddinni yerim kecha chiqib maqtagan odamsan. Tushundingmi? Anandan keyin Afg'onistondagi 15 dan ortiqroq 25 ga yaqin otishliqlarga aşılarni terörist demaysa, Suriyaliklarni terörist deysa, ularmi shu Amerika Talibanlar bilan birga chiqyotdi-ku. Nima deb ularni terörist demaysa? Çünkü o atışlı. Ondan ki 300 ming dollarni ağanның pullarga yemek, içmek, o'nmay görüş naytib partiyanın gamxorligini, Hacim dadamızın gamxorligini naytib ustalık bilan yetkizib beryapsizda. Ammo Suriyadagilarni qarlab, çünkü onun için atışlar yo'q da. Yoki naytib az nisbatda. Yani xalqni yurtvoz deysa, yurtvozlikni zaten kim qilyapti bu yerda? Yurtvozlikni kim qilyapti? Tamam, üzülüp ketib qolsin. Sayfiddinning kelgan sen Jurat Obol Roshan bilan Demokrat Xitoylarning kelgan, Qurbonjon Isomiddin, munofiqlar qurultiyi bilan Seyitun Turkning kelgan. U Mamtibinalar Rabiya Qodimning bolasi, ya'ni beqib olgan o'z bolasidek so'mka ko'tarib yurgan degan. Atrofingdagi hammasi shu o'tiribsan-ku, iliqi bir poch po'xlab hammasi bilan bir gavda bo'lib, zodi hammasi bilan rasmda qataq o'tiribsan. Aqaysingning chatrashdan farqing bor. Bu ochiq oshkora setib yap tutilib qolgani faqat senlar boshqa bir temaga kirib olib turib, mustaqil deb turib, boshqa bir pardada yashayotganlaring bor. Nima uchun millatni aldaysa? G'olam sen nima uchun tashkilot nomushtaq minbarlarni buzib, sening bayaringda ishni buzsang, qaysi bir ishni bir buzmay paqtan sen dapaqa. Sen tillasaqmi o'sha bazqir ekansan, jala xotindan chiqib oldi ekansan yana. Şu kensen nomusda uyjayir yo'qki, xotiningmi Kanadadagi rasmini avat bergan temanafikan buni kelib chiqarib tillab yumidi, nega nayt uchiga chiqqan, choydimi besham. Nayt bir eski bir rasvo bir ayol deydi o ayolingni. Setib beradi ekansan-ku, o'sha O'zbekiston tuqqanlarini yo'laydi ekansan-ku, pullar bilan.
Biz nomus qilsang olmamdi, bir tashkilotning berayotgan puli bilanmi xotiningning O'zbekistondagi tuqqanlarini ko'tarib, yo'lab unda qilmaysa, o'ziga Uyg'urning qaynog'i Sharq Turkistonda eqiyotgan lagerdagi qonning badal uni ayliqib tuqqaning berib, hajimdadan hajmakan beryaptamdi, hammalarni yo'laydigan atishliqning mabudisi. Ya'ni kim beryapti uni uqmaymiz. Ne amdislar evat qayranglar yahodning tashkiloti cherkovning puli. Shu Kilo amma şu munofiqlar qurultaydan 5 sayfidan tortib munofiqlar qurultaygacha amma shuning ichidan chiqqanlar yana qanday mustaqilchi bo'lasan sen. Taqa Dilyaning rasmlarini choplab o'ynab ketar ekansan taqa. U degan ular bilan paranglashayotgan vaqti shu. Mana ishni qanday qilamiz indigenous masalasini deb hal qildik indigenous masalasini. Ular bilan birga o'tirib yeyishib ketmadik. Uni imzo qilamiz dedi, advokatlar rasmiylar gunjonlashtiramiz dedi, qildik. Garchi xalqdan kelgan bo'lsa-mu imzo. Sen shuni 20 yil so'zlab hal qilmadingmi bo'pti, sen nima qilgan bo'lsang? Zumra sen hal qilmadingmi shuni? Faqat imzo etishga harakatiga bormi desa albatta bor. Biz bani bor deymiz, yo'qni yo'q deymiz. Sen u yo'qni aka bor qildigan, bani yo'q qilib yetirgan sen u. Shunday masala. Shuni desatrayishni qanday vaqtida qilmasa tekshirilyapti. Masalan umid var bo'lsin deb nima dedim qilmoqchi. Mesela cuma günü tutuş nimeslerini kelgan saqchilar tilpullarni elib yakshanba kuni tutib ketgan. Şu qarar chiqmaguncha shu bir odamni shu shunday tutib turgan. Qarar chiqqandan keyin shuningga qarar bek muhim. Shu qararning chiqishini biz bilamiz. Mana shu adresini avatsang sen bilan bizning o'tirimizda u yerni o'rga jidal majra qarar chiqdi shu biz shu qararni chiqaraylik deyapmiz seni berib nima ish qilma seni qizingni sen nima ish qilma sen kim? Müşter mesele. Ananlıkin mayada ötkende vaktim yetmey kaldı. Yaqlamapman mavu. Somali'nin bir totiye qıqılı oxşaydıqını jalapdan alısı qoy seni. Qara çırayını. Nangaski. İsmin Zibibullah mı? Zibibullah mı? Sen avoylıqı qancha xotin bilan xotiningiz Zubaydamu Zubiri nima o'yli qilsavchining rasvo qiliqlarini. Ham u narsalarga kirmaydigina qarang. Ma o'yli nimang bo'lsa, yurking bo'lsa qarang, meni kel demadi. Zibibullohma, ajab surgun hukumatliklar bilan bir yerdan chiqib qolsang-ku. Sen munofiqlar qurultaydan keyin munofiqlarni tillaysa yo obodatdan tutdi-ku chatirashdan nima deysa buningga. Men degan odamni tutdi-ku. Ona nima deysa? Oy sen kel yo'q, men qaynoq suv qo'yma, ayolingni mantisi qaynoq suv qo'yib bundan jalabdan olsa. Men sen gaqilay qarang. Atish deganda, atish deganda ya fikim. Vallo, men qarg'ina. Atishingni biz bilamiz. Bizning g'uljida liq atishliq tushundingmi? Shu setib yayotganingmi, shu chiqibmi, shu satqanmi shu. Gaqizmara meni ma'qulmi? Sanaşyanın kızlarının ki aşı meydisiga amca xaltasına çek pul tıqqanmı senin şu atışlıq soğudigarların diye şunu pinjanlar solap berganmi şu sayfidiningmi şu u sabit tamollan dadangning davridagi u shuningdiki tuzuk bir adam chiqmoqmidi ama Qur'on Karimni tarjima qilgan dadimizdan boshqa alim berbat bittal giya xudoyim og'zimni ochib ya solamchi ila Shvetsiyaga sen dante o'ynayman. Sen bilan qaramayliqi u gaplarning ichida tahdid gaplar bas chiqganligini seni germanga berib uni tarjima qilib siz saqchi bilan o'shayma emas. Yomon ajmakan pulga o'xshamam ishkital rekitma avat bo'lsa kelar jalabdan olsa Shvetsiyaga men ma Shvetsiyaning bir ko'chisidagi kuchimni sana bir ko'z tutib qo'yay. Patrovitma bir qizga tushundingmi? Ketanmaysa Germaniyaga. Kapli qolgan ketanmaysa, xudo haqqi ketanmaysa doktorxonada 3-4 hafta yetib anamdagi ketirgan qilib yetma. Tushundingmi? Nocho'san aka yig'ib, atishliqlarni yig'ib akalamsa yana bijdim. Va atishliq. Atishliqni bijnas degan gap yo'q. Qizlar, men hukumatning ichini sap atishliq qilib oldim, atishpanchi qilib oldim dedi. Munofiqlar qurultaydilar, Aqsobanchi, Turkiyaga setib yotgan yiliqi g'ulji mashir berganlar, Elibanchi, o Xitoyning foydasiga chiqayotganlar. Banchi shu hammasi shuga, qaysini bir yo'shag'inimiz bor. O bir sen bir çoğulap getirgan bir nima senin bir şeyhinde işkisi var, taşıkında tötü ama qizlar sen haqninki yaqinmisan?
Akang mana? Bos mana? Oynaydi qanday qilsa gap. Akalar yalab qolsa qanday bo'lsa, yomon bo'lsa. Pul qajlab ekan, o'tirasiyadim novchilaringni. Battirib o'tmayadi. Sizga shapaqchi qiz, o'g'ri ko't, o'g'ri go'y. Bütün aşo xotinlarninki aşo leptiki esilib chiqqan anang sizga rasva qanjoq-ku jibi billah degan. Zvaringni siyma go'yavo. Yurtdan yaxshi yashsam, qoyambam quljo chiqpanman anangni sikayla. Unda bo'lsa, chiqib tuzuk yashsang mayilga qanday qilyapting elini? Men ma gaplarni qilmayjima, biz bunda cho'ngildan qulog'imiz pishib anglab cho'ng bo'lgan. Yaşaşsan olmamda öyle çıkıp ürümçeni ses tutsa, öyle çıkıp golcan ses tutsa, öyle suydağını ses tutsa. Öyle Orta Asya'nın kanğı melip bitse, atışık durun, oğlam. Mana. Öyle milli İkinci Cumhuriyet'ten katkan korallarını tapşırıp verse, Seyfettin Azza, ne deyse? Yakın mısa? Bizden 2000, ben ayettiğim bir video koyup verir, 2004'teki bizden bir yüzde bir toy yaptık golcanınki. Aşının öyle senin 2024'te məlangda qanda oynayatır toyda mesela qoyap berəcəm. Nim buluşup etkinliklər Xitayğa tegişib, yəni bizdən pox yeyişib, minzo tənca buluşub, solamçılıq qılıb, doğru setayotgan, meynatçılıq qılıbatgan, bütün həmin Abdi Bəşirsən xana köt çıxıyotganının ki doyunda qayşoda həmmini görüyatdı kiçik vaxtımızda o sen tepetmaqını anlaytdıq da hamda. Mana həmmini gözümüzlə görünüm. Yaqınmısı tıxı tata ketsə qanday qila alaysa? Sen kel mashina olding basam bo'ladi, lekin sen haq chiqmaydi ekansan qara. Men kel tata qilmay qara, quvonga paydimishni qadab indigenous otish qilib seyretma shu. Yo'longa qanday kelib ketanmaysan, 3 hafta hech ketanmaydigan qilib yetmaysan ishonsan bo'ldi. Taqchiq boramsan, nega borsan ba? Yilabni olasan, taktidni qilib o'zing. Nima sen bu munofiqlar qurultiydan ajab bir turibdi surgun hukumat tarafga o'tib ketibsan, surgun hukumatning qara kontiklar mana taqib ketibsa, bu munofiqlar, bu sharmanda rasvochi qiz bu. Bu necha xotinning bilan necha uyni buzib, necha rasvochilikni girmanda Myunxen ses ketib berilgan men tarixini o'qimay haramliq sana nurg'un odam bor ekan, men uni deb yo'llab avatibdi. Men bu xotinlaringni ham bijnasan deb gapirmadim. Güzengi vağı oturqalamda pattırma. Çandыңma? O biz atışlıqlı o bu alta. Qanda qıp vermeyecek qız atışlıqlı. Qanda olsan neme işim var meninki? Menin boğalarım apam tarafından atıştın çıqqan ki ben deppoğa gapni. Atıştın çıqsa özüge. Kimlan bolsa, ma iş, meyerki iş, ecaqas, meyerki iş ma o. Yurtdagi bir turkum atışdan gap emas o. Meyerki ma 4-5 sesiq atışdan gap emas o. İşni buzayotgan chataldiki, sarangninki sho'riqliq, eski sho'riq qiz qizning gaplari ma bu. Nima o'zan gap ketsa va ko'p. Nimaninki mayliqi. Muxtar Bug'raning ma ya, Muxtar Bug'ra emas, yana bir sifatdi o. Vayjan, adadisini kesib o'tgan. Yalqin Rozma. Yalqin Rozma. Shuningmi ballari yuradi ekan-ku Roshanning tashkilotida. Ajab ulug' gap yo'q-ku-na. Ular atishib qo'yganlik uchunmi yoki boshqa bir tur Qurbonjon Isomiddinning gapi bo'yicha boshqa bir tashkilotlar orqali Hoji Makkasi pul berayotganlik uchunmi ya? Yavatsan qo'shiti, barmila, haramxo'rlar, tuzkurlar, munofiqlar. Har qanday vaqtda sen haqqa chiqib udul gapimizni qila olmaymiz. Sana nima qaysi gapni xato qildi? Vicdanın bo'lsa atishning do'ppisini oldin qo'yib qo'yib, "Ma ish qanday buzilib ketdi? Mani o'yla sana" dedi. "Ishning buzilgani ne?" dedi. Sen chiqib javob berolmay, o qara kontingni cho'ylab, "Ma'azlikni saq qo'ysan, qara buning tarixini biz bilamiz." O Zumrat Tursunni chiqmaydi, lekin uninkini mishiqqan nurg'on odam bakka tashlab qo'ydi. Mana bir narsa men chiqib o'ynanglar deb. Haqniki haq bu. Yig'idi, o chiqadam qilib dötlab qolgan bo'lmasa. G'ulam, Dilshod Rais tutilishdan bir yil burun men sen nimdatmenkan bir messengerang bir qarvita senmi judongmi o'qimayman. Men ashanga deganlarning hammani bunday bir lentalat tushirib olgandim. O'kin qarsam baka. Ashtingda bir qarab baqasan. Sana nimalarligimni ashtingda. Sen nima deb javob qaytog'ingni bir o'qib baqa ashtingda.
Bunun tutuluş jarayoni, keyin bu qanday bo'ldi, u bu sana sotdan keyin deb berma dedim-ku, hozir mumkin emas. Deydigan gaplar emas u. Juma. Bo'pti unda bo'lsa, qarindoshlar, Xudoyimga omonat. Dilshod Raisning soti ichiladi, kesiladi, uning yandash da'vo tazminlanib mangadi. Yana hamda Amerikada, boshqa yerlarda tutiladi. Xudoyim bersa, shuningga ma bu nimamizga o'zimizningki qarindoshlarimiz da'vosinikiga hammadan mustaqil deb chiqib kakirishlarimiz gapni ham deb qaraysizlar, hamda teshib qarab deb bunda o'ylaysizlar. Agar birisiga rost tutqizib qo'ygan yeringlar bo'lsa, ilinib qolgan yeringlar, qo'rqmanglar qarindoshlar. Vijdoninglar bilan bunda bir qilsanglar bo'ladi. O zimrat o'bchiq odamlarni qo'rqitib olgan bilan, mana men bor aqlida, mana men yiga chiqaman, ershad qilmayman vaqtim degan. Ya mushtarichi tillaydi dadangni chiqargan, butun sot bulamda qanjoq nimaga bersa, mana butun chiqimim mendan ayirib bilan yotaq sot advokatning hammasi. Tilla dedim chiqib. Tilladi. Ana kirkatni qo'yrug'ini yig'ishtirib. Ashunchalik aramliqlar sen quvang, bir normal bir ayol bo'lgandan keyin, balang bo'lgandan keyin quvangni qisib yassang olmamdi. Şu imzani akilanglar degan vaqtida chiroyli yosh bolalarni sog'liqdan ko'rishib bilan berib, tillar bilan deb ko'rishtirib, ashlarni bunda bir akab qilmay, shu nacharlik qilib, butun fitna ziddiyatni seylab, butun urug'ni chechib, hamma odamni urush qilib qol. Sen maqsaddan chiqib bo'ldi, o Xitoyga uchirtishsizlar. O jasus emas, har xil jasuslar bor. Masalan, vatandan chiqarayotgan qizlar va misol boshliqlarni buni kutib olgan Germaniyada, Angliyada biz bilamiz. Maxsus fitna selib, asanga o'xshash surgun hukumatichilar dinninkini, Suriyadagilarni hech kitlar o'ynaydiganlar ulaba, sanga o'xshashlar va hech bir narsaga eslab elib, bitbachilab. O'zamami chiqdi bu munofiqlar qurultiyi narsa, liqqida o'tag'ining. Qizing texi bir tal dillarning bir tal apstadisi yo'q-ku. O'zingning qizing, o'g'ling o'g'lingni qizingni qancha jamoatga aralashtirib achar shunchalik qilib nuriga qancha odamni ovozini og'izib qancha odamni gap qilam. Lekin men u emas, kechir. Men har qanday vaqtda sendan qo'rqmayman, agar bakini uxlab ketsin. Shunchalik jiq yo'l berdim, tuzdami ishtiq dedik, sana atash nimami berdim, shapimi berdim. Bu zumrat adimiz bundaq narsalar aralashmaydi. Haq tarafchi turdi, deb san signalni berib qo'ydim, o deganim quvani qisib o'targanimdi. Lekin quvani qisammidim. Kechir, sen qisammisan, biz mi qisamaymiz. Mishindaq gap. O'xshash. Shunga adresini desang, chaplab qo'yamsa, yo qanday qilsang, mana kelay bir gaqilay, men bo'shab ketdim-ku, gaqilay xalq gaqilsin mana. Gaqilay mana. Sen biz yashashimiz yaxshi miziq qo'ltiq buraydiganninki oldini olgan dorilarni ilib, avval sening qo'ltig'ingni davolaydi, undan keyin saq chiqan sen bilan birga kiramiz. Tushundingmi? Unda bo'lgan bo'lsa, qarindoshlarim, bundaq chiqib olgan hamma ko'rinib olishi, vatanparvar bo'lgan odamlarninki har qandaqininki vatanparvar bo'lib ketishi notayin. Shuningga buningdan keyin burun uchirib berganlar bo'lamsizlar, buning burun sizlar to'kib salganlar bo'lamsizlar, diqqat qilinglar, yo bo'lmasa o'ziga danglar, meni o'chirib aytgan bu qanday gap, bo'lmaydi ekan, bu qonun xilop ekan bu deb. Shunday ishlar. Shuningga qarindoshlar, deydiganim to'g'ri bo'lgan yo'lda menglar. Ya'ni sizlarni to'g'ri yo'lga boshlayotgan odam bo'lsa, mangsanglar bo'ladi. İkinchidan mehnat qilib halol ish bilan ishlanglar. Bekog'imda kelib qoladigan narsa yo'q. Tirishib, ishlab qilinglar. Uchinchidan pokiz yashanglar. Qo'yrug'inglarni tutqizib qo'ymanglar haqqa. Qo'rqinchliginglar bo'lib qolmasin. Ana ashta narsalardan Xitoy ojizliginglarni tutib, nima qiladi? Texi hatto menga hamda nima deymiz? Texi odamni Istanbulga chiqarib bermoqchi bo'lgan. Men ashta narsadanmi o'zimni bu yerga nima qotqinamiz? Ashnasadim men voz kechdim. Yo'q, chiqmaysa joyingda jim o'tirsa dedim, men bormayman dedim. Shuningga qarindoshlar kashkini bo'ladi, men 17 yil bo'ldi odamni ko'magini. Albatta seg'inaman. Uni ko'rsam ota-onamniki o'tirib beslamdi bilman. Lekin bizni qo'llagan
Bizning yaxshi ko'rgan adlarimiz bor, akalarimiz bor, inlarimiz bor, davlatlarda, hukumat bor, muxbirlar bor. Amdi biz ashaga borsak, shu ishni qilsak, biz xalqning ishonchidan tushib ketamiz. Nol holatga kelib qolamiz. Shuningga deydiganim qarindoshlar, hayot nimasi qisqa. Biz o'lib ketamiz, o'lib ketmaymiz emas. Shuning bu o'lib ketgan joyga durust yashaylik. Qiynalsaqmi yashaylik. Mislan Amerikadagi Bilal İbrahim Turkistoniy akamizmi shu Nuritliklarninki, asharki munofiqlarning qasdlashiga uchrab, tergan qalpoqni kiygizib qo'yib, mana hozirgacha ashaning iqomatini olmadi, u setilib ketmadi ularga. O setilgan bo'lsa, uni masalan Bilal İbrahim Turkistoniy akamiz ular setilgan bo'lsa, to'yiqlar o'g'aydi, qog'ozlar chiqarib o'chi xizmatlarni qilib, ashlarda yashaydi, o'yin tanlamadi u. Boshqa balalarimiz bor, Ershad inimiz bor. O'tatdi, turmalarga kirdi, yotdi. 3 oy turmada siz yetib kelgan qarindishim qanday bo'ldi ekan? Ma balaning ishi bor-ku, men Ershad degan ekan, menni bilmayman. Uningdan boshqa o'zim yezibdi ancha-muncha. İşler qancha asha kirib chiqqandan yog'i ishlar qanchalik keyinga so'rilib ketdi, maktablar yo'q bo'lib ketdi. Hukumatdan bergan uylar yo'q bo'lib ketib qoldi. Asha kirib chiqish jarayonida turma kirib ketganki, pulni to'lamagan ekan bo'ladi. Hozir ana yangidan mana amdi quvvati tartib o'tganini berib keldim yinaga. Shu bunda bedel to'lash degan bu oson narsa emas qarindoshlar. Bu hamma odamningki bir odam bo'lib turishida uningki keyinda o'zininki to'lagan bedeli jafosi bo'ladi. Bu mundaqlan bo'lib qolmaydi. Bizningki o ata-onamizni, adimizni tiligini biz yugurib kirib ketgan bo'lgan bo'lsak, bugungi kunda To'g'liq Hamid bo'lanmaydi, Dilyar Musabay bo'lanmaydi va boshqalar bo'lanmaydi. Tomaris xonim bo'lanmaydi, Ruqiya xonim bo'lanmaydi. Boshqalar bo'lanmaydi. Shu til ahanatlarga parvo qilmag'ashqa. Ammo andaq Zibibullah olamda o'ylab menga haqida dedi, o to'van, pas acayip meynat adam, o buzuq, o bunu nim qilsangiz mashhurlashtirib qo'ysa bo'ladi. Ya dedim. Kimligi bo'lsa chiqaman dedim. Chunki kimligi bilan chiqib ketibdi. Anda Qarakontda u nima Zumratdan Qarakontda biz bilamiz-da, uning turpaq odam bo'lganligi, uning kimligini. Shuningga qarindoshlar unda bo'lsa, biroq bir narsani bildim. Men bor, endi sotdan natijasi chiqmaguncha mening xabarlarim chiqmaydi. Balkim bu ish 5-oyda bitmasligi mumkin, xeyli so'zilishi mumkin, men bilmayman. Sotning natijasi chiqqandan keyin albatta yip qalab sot bo'lib o'xshaydi. Bundan albatta bizga o'sha ziyonkashlik uchirganlar qatnashishimiz mumkin deb o'ylayman. Barimiz Shvetsiya hukumati chaqirtirdi deb o'ylayman sotnimizdan. Ondan keyin xabarlar chiqishga boshlaydi. Ondan keyin men yillardan beri shu Uyg'urcha degan gaplar endi shvecha chiqish boshlaydi. Buni har qaysi davlatdagilar o'raydi inglizchaga yo germanchaga. Unda bo'lsa, Baxtiyor Nosir, To'lqin Aysasi ayni vaqtda nim deganda, Erkin Tekas, sening qizing Ashtil Shatrashning endi bayonotchisi-ku. Qag'inni endi o'zinglar shu davlatdagi medialarda narsalar chiqqanchalik ko'ringlar-jimi? Amkak qilaverganning o'rni yo'q. Unda bo'lsa, qarindoshlarim omon bo'linglar. Xo'sh, hamsa.